Erkak kishi kamsitadi, menga ham erkak zulm qiladi, meni erkak qabul qilmaydi degan kutuvda bo'lsangiz, hozirni o'zida kutuvingizni o'zgartiring. Siz onangiz emassiz va sizni kutuvingiz onangizdaqa emas. Men hurmat, meni qoraka hech qachon Maryam demaganlar. Maryam xonim dedilar. Faqat chiroyli gaplar bilan aytadilar. Haqiqatan biror marta Maryam deganini eshitmaganman. Yoki xotin deganini eshitmaganman, yoki sen deganlarini eshitmaganman. Uyda ona qirolicha dedilar. Bu mening kutuvimda, sizlarda ham mana shunaqa kutuv bo'lsin. Men nima olyapman? Hurmat, e'tibor, muhabbat. Men eng yaxshi ko'rgan so'zim признание. Sizni признавать qilsin, sizni borligingizni his qilsin. Pustoy место. Mas, bor, joyi bor, vaqti bor. Meni vaqtim judayam uyda hurmat qilinadi. Meni zonamga hech kim просто tak eshigini ochib kirib ketilmaydi. Men uxlayotganda hamma tixonichka o'tadi xonam oldida. Bu признание. Oldin nima kutardim? Oldin ongsiz ravishda shunchalik harakat qilib, yaxshi kuxarka bo'lib, yaxshi uy bekasi bo'lib, pazanda ayol bo'lsam ham mana bu joyda va aytdim-ku, o'ylamanglar, men amallab tashlayman deb o'ylamanglar. Ongsiz ravishda dinamika degradatsiyaga qarab ketyapti. Ongsiz ravishda dinamika разрушениyaga ketyapti. Har doim uyga kelsangiz issiq ovqat, birinchi, ikkinchi, uchinchi desert yana plus, toza uy, hamma narsa sterilni, qanday, hamma shok bo'lgan. Meni amalim yordam bermadi, degradatsiyaga olib ketdi. Bugun ko'p ayollar shunaqa. Amalim yordam beradi deb o'ylaydi. Yaxshi ayolman-ku, yaxshi gapiryapman-ku, yaxshi kutib olyapman-ku, erni rozi qilyapman-ku. Da, zo'r. Lekin birinchi fikrni ham o'zgartirib qo'ying. Birinchi Xudoni ham rozi qilib qo'ying. Xudoni rozi qildi degani toza fikrda yurishlik degani. Keyin boshqalarni rozi qiling.